qo'chqormi bu? Qo'chqor Bahram aka o'ta ham noyob odam deydi-yu. Gigant o'sha 1 metr 1.10 bo'ladigan qo'chqorni bolalar. Katta qo'chqorni bolalardan ekan-a. Qulog'i ham tumshug'idan uzun shekilli ekan. Haqiqiy zo'r aka. Qo'y garbonosini ham ko'rsating. O qaranglar, boshqachasi ekan. Uncha qo'ydi ko'tiga tepadigan qo'y bo'ladi aka katta bo'lsa. Yerga qo'yingchi, bitta ko'rsataylik obunachilar. Dumba razrezda ham ko'rsating. O'tdim kelishgan aka qo'zi. Hamma yog'i kelgan ekan akalar. Quloqni qarang, quloqni. Narxi so'mdami bugun shiqilib buni? Aka, videoni oxirida ko'rib turibsizda. Bundan ham zo'rlar chiqqan aka. Bugungi chiqadigan qo'ylar aka hammasi bir-biridan zo'rlar chiqadi. Bir-biridan go'zal. Boshini like tirs bosib qo'ysin aka. Ketdikmi? Ketdik aka. Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, barchangizga bugungi kun xayrli va barakotli bo'lsin. Akalarda xolasa videoni oxirigacha ko'rib turasizlar, o'tkazmasdan bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugungi ham sizlar uchun maxsus video bo'ladi inshaalloh. Bugun 2026-yil 30-yanvar hafta kuniga Sayyidul Ayyom juma kuni akalar, barchangizga bugungi juma kuningiz xayrli va barakotli bo'lsin. Va xolasa biz videolarimizni Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida arzonchilar qishlog'i desak adashmagan bo'lamiz. Ishida olib boryapmiz. Va xolasa bugungi bo'g'oz sovliqlarni velikanlar kelgan ekan. Inshaalloh buni ma'lumotini mana shu kanalimizda chiqyapti turgan. Kim deysizmi? Islomjon ukamiz bilan yoritib boramiz. Islomjon, tuymisiz? Assalomu alaykum Bahramjon aka. Bormisiz voy? Rahmat. Charchamang. Assalomu alaykum obunachilar. Hammalaringga bugungi kun avvalo juma ayyomi muborak bo'lsin. Sizga hamma chorvasiga ishiga Alloh baraka bersin. Agar videoni oxirida ko'rib turasizlar obunachilar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha katta partiya kelgan. Xudo xolasa ona bola deysizmi, egiz bo'g'oz deysizmi, hammasidan kelgan. 80 bosh qo'y keldi dedingiz-a bugunga? Ko'p aka. Xudo xolasa partiya kelgancha ilojimiz boricha hammasini video qilish harakat qilamiz aka. Akalar, 15-20 minut vaqtingiz ketadi, lekin yaxshi qo'ylar yo'q bo'lasiz. Videoni oxiriga ko'rib turing. Bugun narxni sindiramiz. 85-90 lik bo'g'oz qo'ylar kelgan. Boshladingmi? Boshladik aka. Hop akalar, bo'g'oz qo'ylardi o'sha metrajnilari kelgan ekan. Inshaalloh rangi boshlari, kalla boshlari, dumba boshlari hamma joyi kelgan. Sami glavnisi sog'lom akalar. Sog'lom qo'ydi olib, baqinglar effekti ham yaxshi bo'ladi inshaalloh. Hammasi yetik bo'g'oz Islomjon bular. Yetik bo'g'oz Bahram aka asosan yosh variantlar. Bitta ikkitadan tuqqan qo'ylar. Bitta ikkitadan tuqqan. Xohlasa 10 dona aka. Ma'lumotini berib o'tiramiz mana akalar. Hammasi yirik. Xohlasa standart ekan o'zi qo'ylar ham. Aka bir partiya, bir joyda yurgan qo'ylar. Soni nechta Islomjon? Aka soni 10 dona. Soni 10 dona. Yebichlar sinovda o'tganmi? Yebichlardagi uylarga bo'lgan bir hafta iste'mol qilasiz. Bir hafta sinov muddati bor akalar. Xudo xolasa xotirjam sinab, ko'rib yebichlarini bilib degan olaverasizlar akalar. Qulog'ini qaranglar. Xudo xolasa hammasi yirik varianti. Xo'p, yoshaylarga necha limonga berib beramiz endi? Aka bu qanaqa tishi? Yoshlari aka mana ichida 2 tishi ham yo'q, 8 tishi ham yo'q. 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish. Mana realni bo'lyapti, to'g'risini aytib o'tib ketyaptilar bu ukamiz ham. Mana suyat kattaligini qarang. O'tta polvon qo'y. Tishini ham ko'rsating. 4 tish qo'y. Nechiga beramiz bo'ylarini Islomjon? Aka 85 ga olsin, 85 1 cm plyusini ham olsin, minusini ham hisobga olsin. 85 dan balanti ham bor akalar. Kami 85. 85 plus minusga olaverasizlar. Xolasa hammasi chiroyli holatda inshaalloh. Ko'rib turibsizlar, qulog'i ham zo'r ekan mana shuni. Haqiqiy aka. Qirg'izistonning qo'ylari-ya bu. Qirg'iziston shu eng oldin qo'ylardan aka. Qozog'iston akalar. Xolasa Bodobuldan bor. Mana zo'ridan bor ekan. Buni Islomjon son 10 donami? Son 10 dona aka. Bitta pachkada xudo hozir bitta bo'lsa olaman, narxini yoraveraman aka. Yorasizmi? 8 million, 9 million emasmi ish qilib? Aka 6,5 million ham yo'q bugun ko'rasiz. Buguna sinadi bular. Ketadi aka. Xudo xolasa mana bir qur ko'rib olsin, keyin narxini xolasa chiroyli qilib qo'yib berasiz obunachilarga. Buni olib baqib rahmatini aytishadi sizga. Nech pul deymiz Islomjon? Bir tortara 10 tasini bir pachkani buzmay olaman degan akalarimizga optim narx qancha buni? Aka buni ko'ryapsiz. Chiqarishyapti. 7 million, 68. Narx sindiraman degan odam ham 67 qo'yyapti aka. Islomjon insof sari baraka uka. Buni arzonroq qilib bersangiz obunachilar olib Islomjon mana shu ukamizdan qo'y oldik, arzon oldik, xudo xolasa mana yaxshi bo'lyapti deb klient bo'lib menga kelishsa, o'shanda barakasi bor. Klientga ishlaymiz. Xudo xolasa. Eng arzonchimi degan odam aka shu 6,5 dusa chiqaryapti. O'sha arzonchini ham sindiramiz, 6,5 pastda qo'yib beraman aka. Nech pul deymiz? Bo'lari Islomjon. Aka Qanchadan deymiz?
100 ming so'mdan kam bo'lsa 6,5 ga. 64 danmi? 6 million 400 ming so'mdan. 61 dan nima deysiz, Islomjon? 61 dan aka, bunda dehqon ham so'kadi aka menga bergan odam. Ziyon qilmaysizmi ish Yo'q, qilib? Sizni ham aka, past so'raganimiz yo'qmi? Yirik akalar. Barakali narsalar Ana. ziyon qilmaydi. Ko'rib turibsizlar, xohlasa to'nlari ham zo'r, to'shlarini qaranglar akalar. Tuyoqlari, oyoqlari bir yo'tal-so'tali yo'q. Yo'q, aka, hammasi tagi naq mashina Qo'y, ko'p deyapsiz Islomjon, video cho'zmaylar, necha puldan qilib berasiz Aka bo'ladi? 60 dan olsa 200 ming so'mdan olsa, o'sha arzon chiqatirgan 200 ming so'mdan olasiz. Voy, o'rtada qilaylik 62 dan. Xursand bo'ling amali. Xursand bo'lib 62 dan 6 million 200 mingdan bo'ladi. O'shanda 6 million 200 dan dastlabkasini qilib bering, qaygacha desangiz, o'shaga qilib bering. Bo'ldi, oldi qosh tusi yo'q. Obunachilar bir mazza qilsin bugun. Xalq mazza qilsin. Gap yo'q. Qaddishga qilishadi. Biz dedikmi? Olsin. 6 million 200 ming so'mdan otangga rahmat deb barakasini bersin deb kommentariyat. Kamida bo'lma deganda Allohga tashab qo'ysin aka. Bundan ketinga bundan ham boshqachalar bor aka. Bundan ham boshqachalar Yana bor. sindiramiz narxni. Dastlabki qaygacha? Aka 6 million 200 dan vodiy bo'ylab qilib beraman. Vodiy 6 million 300 ming so'mdan Toshkentgacha qilib beraman aka. Toshkentgacha. Islomjon, joningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham. Akalarda xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. Bilas katta qo'y videoda kichkina ko'rinadi. Yo, o'zi ham yaxshi. Xohlasa ustiga kelib ko'raman desalar ham bo'laveradi akalar. Lakasa tashab berishadi ukamiz. 6 million 200 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabkasi bor akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Tanlab olishga nima deymiz? Aytib o'tib ketaylik. Aka 100 ming piyda tanlab olish bo'lsin. 100 ming bilan tanlab olaverasizlar akalar. Hammasi mana chiroyli holatda. Bitta bundoq qani bir yo'tal so'tali yo'q. Hammasi sog'lom akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, biz keyingi partiyalarga o'taveramiz. Hop, akalar, ikkinchi partiyaga xohlasa, bular ham chiroyli variantlardagi bo'g'oza hammasi, Islomjon. O'ta zo'r aka bo'g'oz. Bugun qo'ylar ko'p partiya qilib chiqaryapmiz. Xohlasa bitta cho'ponni qo'yya hammasi. To'pon aka. Hammasi yetik bo'g'oz akalar mana. Yerini tashab qolgan ko'ryapsizlar. Kim nechta olsa ham xudo xohlasa aloqaga chiqishaveradi aka. Bitta olganga ham ishlarini bitirib berasiz. Bu qo'yni qaranglar. O'yinidan simjun aka. O'yinidan tulashni boshlabmiz qo'y. Qarayam, o'ta yirik ekan mashina. Dumbar azrazini qarang. Mana, dumbalarga. O'ta ham moshina aka qo'ylar dumbalar. Islomjon, nechta soni? Ikkinchi partiyaga. 11 dona. 11 dona yeb ichlari sinovda o'tgan a? Ha, yeb ichiga aka bir hafta garantiya zo'r. Ko'kam zo'r ekan a? Qo'ylar qarang. Hammasi bir-biridan go'zal, gulidan aka. Hammasi bir-biridan go'zal. Yetik bo'g'oz. Akalar, mana rangi boshlariga bittadan like bosib qo'yinglar shekilga. Hop, bo'ylarini nechaga berib beramiz Islomjon buni? Aka, bo'yini pastini 80 ga olsin, balandini 85 ga olsin aka. 80 plyusga olib turib 85 gacha bor ekan-da. 80 plyusga olsinlar aka. 80 plyusga olaverasizlar mana. Pashtu standart ekan, mana shu bitta ko'kni bo'y sal pastroq ekan, lekin go'zal ekan qo'y. Zo'r ekan akalar. Bir-biridan zo'r. Narxi nima deymiz Islomjon? Aka, narxini sindiramiz-da aka, har doimgidek. Sindiringchi bir narxini 11 tasini bitta joyga salayman degan akalarimizga necha puldan qilib berasiz? Pulga Bir tiya. joyga olsin, bo'ldi, buni ko'taraman. O'shandan ketaveradi. 6 million 200 dan u birinchi partiya 10 tayu, bu 11 ta. 20 bittasi olaman deganga ham ketaveradi 6 million 200 mingdan aka. 6 million 200 ming so'mdan ketaveradi. Dastlabki vodiy bo'ylabmi? Vodiy bo'ylab aka, Toshkentgacha qilib beraman. Tiyanshani bor ekan bitta. O'ta zo'ridan bor aka. Qaranglar. Hammasi bir-biridan zo'r aka. Ancha-muncha qo'ydik, ko'rtiga tepadi aka qo'ylar. Ozgina oraliqligi bor xolos. Islomjon, yosh naq bo'g'oz aka qo'ylar. bugun aytdingiz-a, faqat obunachilarga ishlayman, siz obunachilaringiz qo'yliq bo'lib qolishadi dedingiz. Xolos aka. Narx sindiraman yana bir. Janovar, yilini qarang. Yilini ko'rsating mana. Mana qo'y yilini qarang. Mana akalar, To'lib yotibdi janovar yilini. oz fursatda tug'adi. Birinchisiga tug'ib beradi Bir aka. hafta ikki haftada tug'sa kerak. Yosh oyligini aytib o'tib ketaylik, esdan chiqib qolibdi. Oylik aka 4 tish 6 tish. 4 tish 6 tish. Qarisi yo'q ichida. Yo'q yo'q aka qarisi. Mana akalar, 4 tish 6 tish. Telefon qilasizlar, xohlasa video syomka qilib to'liq ma'lumot tashab berishadi. Ustiga kelib ko'rsalar ham bo'laveradi. Hammasi qorin tashlatib yaxshi holatda mana. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rib olsin aka. Mana. Bo'ldi, narx tushib bering yana. Islomjon, kelishdimi uka bugun? Aka, mayda chudo qilmayman. Videoni qisqa qilamiz aka. Xalq mazza qilsin. 100 ming qilib mayda chudo qilmaymiz aka. Tekis 6 milliondan ketaveradi bu. 6 dan ketaveradi. 6 million so'mdan hammasiga pul so'rayman degan. Baragasini bersin, 6 million so'mdan akalar aloqaga chiqaverasizlar, shoshilib. Qo'ylar Aka, lekin ko'p. oxiri taqalgan narx aka, buni 61 dan qo'ysam ham bo'ladi. 6 million so'mdan akalar oxirgi narxi ekan. Telefon qilasizlar, ishni bitiradi mana shu ukamiz. Dastlabki vodiy bo'ylabmi? Vodiy bo'ylab aka 6 million 100 dan Toshkentgacha qilib beraman. Tanlab olishga nima deymiz? Qo'y dumbasini qaranglar aka.
Aka tanlashga 6 million 100 dan tanlash olsun aka. 6 million 100 dan 100 ming so'm plyus qilib tanlab olaverasiz. Qo'ylar pashti standart ekan akalar. Hammasini olib qo'ying, yutasiz xohlasa. 3-partiyaga o'taveramizmi? 3-partiyaga o'ta yomonlardan bor aka. Ketdik. Akalar, mo qaranglar, mashalloh. Qulog'iga nechi buni? Mashina bolasimi bu? Aka o'shani bolasi. Ona bola ekan-a. O'ta ham noyob qaranglar. Tagi vapshlab-pulab ketibdi, qo'ydi ham-a. Zo'r. 2 kunligi yo 3 kunligi qoldi. 2 kunda tug'adi. Xohlasa uylariga borish bilan kimga nasib qilgan bo'lsa, chiroyli barakali qo'ydan tug'ib beradi. Aka keyin buni bitta narsani aytib qo'y. Hop. Buni ikkalasi bor aka. Egiz. Bunisi tug'di sheriga. Ikkala katta qo'y. Bitta qo'ydi bolasi. Bitta qo'ydi bolasi aka. Bitta dehqon aka anchadan biri ikkitadan bolasini otdilar. Yonidagi 3-bolasi. 3-bolasi. Yonidagi tug'y deb turibdi. Mana. Keyin bitta narsaga ham e'tibor bersin aka. Qarang, uchala qo'ydi ham aka, orqa oyog'ida oqi bor. Mana. Ko'rib turibsiz. Beshanasida qashqas bor aka kallasida. Hammasi bir xil aka. Uchchosiniki ham. Qaranglar akalar. Buni ham o'ta yaqin ekan-a. Qo'ydi turibdi aka. Bu yosh oyligi qanaqa bash qo'ydi? Aka 3-siga tug'adi, 6-siga. Ikkita tuqqan ekan. Akalar qonini qaranglar, osilayotgandi. Janvar, o'tda ikki tomongacha ketibdi. Qonni ikkita tug'ishi ham mumkin ekan-a. Ikki tomongacha. Aka manasi bu yil bitta tug'ibdi. Manasi ikkita tug'ishi mumkin aka. Chunki ikkitadan tug'ib yurganda egiz chiqo'ylar. Mana, akalar. Onalari ham egiz tuqqan, bular ham egiz tuqqan aka. Yirik da xolasa. Bitta tug'ibdi lekin. Mana, zo'r beribdi bolani ham. Qo'chqarmi bolasi? Qo'chqar aka, o'tda. Mana. Kelishgan qo'chqar. Go'zalidan deydi, o'shaqasidan bergan bo'ladi ham. Qo'chqarni qaranglar. Ko'rsatgisi kelmayapti o'zini jonivar. Nima deymiz narxini Islomjon? Zo'rida. Aka narxini aytsin, diramiz. Qo'ldan kelgancha aka qo'yni ko'rib olsin. Mana, ustiga kelib ko'rsa ham bo'ladi. bo'ladi. Qo'yib beramiz. Imkon bo'lsa tepasida kelib ko'rib olsin aka. Akalar, lekin bo'ladigan narsa boshidan ma'lum deydi-yu, shunday qo'chqar ham zo'r ekan. Kelajagingiz bor. Xolasa yosh narsalar akalar. Bitta bo'lsa ancha-muncha qo'ydi ko'ttiga tepadi. Janovarni qarang. Garbonosni qarang. Yuzlarini qaranglar. Quloqni qarang uzunligini. Tumshuqdan uzun ekan-a quloqi. Aka, haqiqiy mana bo'ladigan narsa deydi-yu. Mana qo'yib beradi ko'rsatadi. Boshidan ma'lum bo'ladigan narsa deydi-yu. Mana akalar. O qaranglar. Shoshlig'ini, jonivor. Nima deymiz narxini Islomjon? Ina bolani narxini ayting, keyin u bo'g'ozda aytaverasiz. Xo'p, aka narxini ona bolani aka 11,5 ga beraman. Taqalgan narxi. 11,5 million. Endi hozir buni 12,5 desam bo'ladi, hech kim so'kmaydi meni. Yengil qilib chiqaraylik, lekin 11,5 aka $1000 ga degan narsa. Tushunga olaman. Akalar, ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqib olaverasizlar, lekin kelajagi bor, binasi ham yirik, bolasini ham kelajagi bor narsalar. Garbonoslarini qarang. Ona ham o'tda noyob narsa ekan. Mana, dumbasini qaranglar. Haqiqiy o'tda gigant, moshni qo'y aka. Mana. Quloqlari butun. Yana tishi. To'rttadan ostiga o'tgan. 3-bolasi ekan-a. Bolasi aka. Mana ham uncha-muncha qo'ydi ko'tiga tepa degan narsa ekan. Qo'ydan beradigan dumbalarni qaranglar akalar. Hop, buni 11,5 bo'ladigan. Aka, ona 11,5. Hop, buni bo'g'ozda aka 8 millionga beraman oxiriga. Oxiri 8 million so'm. Agar ikkosini bir joyga olaman deb telefon qilsin aka, nimadir o'tib beraman ha barakasi. Sunnatiga aka. Islomjon barakasini bersin. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa telefon qilgan akalarimizda ishlaydi. Odam aka, xudo xolasa rahmat aytadi. Hozir tez kunda aka 4 ta yo 5 taga aylanadi soni bo'ladi. To'g'ri. Akalar, ikki zahchi qo'yda baraka bor. Hamma qo'yda ham baraka bor. Endi mo'g'ullar tug'sa vaqt ko'payib ketadi. Keyingi partiyaga o'taramizmi? Aka, oxirgi partiyasi bor, o'ta ham chiroylilardan bor, gigantlardan bor. Ketdik. Ular oxirgi partiyaga haqiqiy velikanlardan qo'yiladi. 2 donagina ozgina sozgina variantlardan yetuk yaqin bo'g'ozlardan Islomjon. Aka, ona bolani o'ta ham mushnisidan aka. Ikkalasi ona bola ekan-a? Gigantdan aka, ona bola. U boshda qashqas turibdi-yu. Bolasi bu 2 tish aka, qo'zini endi 2 tish chiqardi. 85 ga yaqin bo'yi. 2 tishga endi chiqdi. Bo'g'oz ham. Naq bo'g'oz aka. Orqasidagi onasi aka 4 tishdan 6 tishga chiqardi u. Buni 6 tishga chiqarganmi? 6 tishga aka, 3-chi qoringa. Yelindi qaranglar. 3-chi qoringa tug'oyib turibdi. Bunisi 1-chi qoringa tug'adi aka. Akalar, haqiqiy qo'ydi. Qo'ying bormi desa bor deydi, ko'rsatadiganlardan ekan-a, u qulog'ini qaranglar. Zo'r deydi, gigantlardan toza elitlarni qaranglar. Elitda toza dumbas, ayri dumbasdan qilib yurgan akalarimizga mana keldi aka. Qo'y qilib olib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Haqiqiy velikanlardan ketdi. Janob, bu bolasini aka ozgina pardoz qilishga o'sbit qilmay qoldi, lekin onasi pardozi bo'lgan aka. Yelin tashay yotibdi aka qo'ylar, ikkalasi ham, qonni ham ostida yotibdi. Yosh oyligi 2 tish, 6 tish ha? 2 tish 6 tishga to'ldiryapti aka. Ona bola. Qoringa tug'adi chunki. Bo'yi necha chiqadi? Aka 80
83-84 chiqadi aka, 80 plyuska olsin. 80 plyus. Lekin 85 gacha yaqin aka qo'y. 85 ga yaqin akalar. 80 Haqiqatan plyuska yirik olsin ekan. aka. Qonlarini ko'ryapsizlarmi? Ostida yotibdi. Xolasa bir pasda tuqadi, uylarga olib borsalar. Yeb ichishi muammo yo'q-a? Yo'q aka, bu muammo Sog'lom. yo'q. Uyga olib borgandan keyin faqat xursand qilgan tarafga yuradi qo'ylar. To'g'ri. Plyusga yuradi akalar. Faqat plyuska. Hadamay, men misol ikkita qo'yga pul sanasa 4 ta bo'lib boradi-da. Ichi qonida balki 5 ta bo'lar, 6 ta bo'lib qolishi ham mumkin. Ikkitadan tug'ib berishi ham Yaxshi mumkin. niyat qilish olsin, xudo xolsa chiroyli barakasini qilib beradi qo'ylar aka. Akalar, niyatni yaxshi qilinglar, xudo xolasa qo'yda baraka yaxshi. Narxini nima deymiz? Aka narxini 8-8,5 deyish yo'q. Nima 7 deyman? million 800 unaqa narxi yo'q aka. Hozir chiroyli qilib chiqarib beramiz. 7 million 600 ming so'mdan pul sanashadi aka. 7 million 600 mingdan. 7 Islomjon million video 600 cho'zilmasin. 100 mingdan, 100 mingdan xayrini qilib berasiz. 8,5 milliondan dastlabkasini qilib bering. Obunachilar buni baq rahmatini aytsin sizga. Gap yo'q aka. Siz lavzingizni qaytarmagan qaytarmaymiz. 7,5 ming so'm beramiz. Lekin bu qo'y aka yonida bittadan bolasi qilsa 1000 dollardan o'zlari ham berishmaydi aka, ya'ni men ham bermayman. Aka menga obro'si bo'lishi kerak. Jitadan non qolsa bo'ldi bizga tirikchilik. Sizga kelib turadi, sotasiz endi iloji yo'q. Obunachilar ulashasiz. 7,5 million so'mdan aka, xudo xolsa kimga nasib qilgan bo'lsa aloqa chiqsin, ishlarini bitirib. Dastlabki qayergacha? Toshkentgacha aka. Toshkentgacha barakasini bersin. Akalar, dastlabkasi Toshkentgacha soni 2 dona, xolasa o'sha qo'yiladi velikanidan inshaalloh. Zo'rlarini shifo aloqa chiqarsin aka. Aloqaga chiqarasiz. Akalar, biz video syomkamizni yakunlaymiz. Telefon qilgan obunachilarimiz xudo xolasa ishi bitar, sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum.